Yaxşımısızlar tordaşlar. Bizning bugun so'zlaydigan darsligimiz Cinema 4'ninki asıllaş darsligi. Mana biz oldin qatim bu turdagi ichimlikninki modelini yasaganda endi mushni qanday asıllab, qanday material tengshab, chiroq deganlarni qanday qilamiz, shularni ko'ramiz. Namsa men avval yangidan bir bet ochib olay. Yangidan bir maydon ochib olgandan keyin oldin qatim yasagan modelni kiray. Mush model shu. Men qolgan narsalarni o'chirib o'tay. Bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, bu o'ttirga kelmabdi. Mana biz o'ttirga keltirgandan keyin bo'ldi. Mana Misra darslikni boshlab ketdik. Mana yutay. Men avval pingvendan birini quray. Buni salma yo'tkab qo'yay. Endi kameradan birini qo'yib, mana mousening sol knopkasida bosib turgandan keyin unda chiqadi birinchi, ya'ni shashangji. Endi mau oldiga belgilab o'tamiz. Endi buni tengshib olamiz, muvofiq. Mousening o'tirni bunda oldiga qilsanglar, bunda bo'ldi. Bundan o'lchamlik tengshash usuli bo'lsa, kamerani bosgandan keyin mau xaslikdan zobiya va maularning hammani 0 qilib o'tamiz. 0 qilib o'tgandan keyin ondan mau cho'ngaytish va mau orliqni yaqin yiroq qildigani buni qilgandan keyin ondan mau voy o'qi buni sal ostiga tushiramiz. Endi men mau pingvenni aylantiray. Aylantirgan vaqtda mau shift knopkasini bosib tursak o'lchamlik aylandi. Endi yana ozroq oldiga kelay. Buni yana ozroq ostiga. Bo'ldi. Endi masalan hozir mau kameraninki mau belgida hozir oqi. Men birini bosib o'tsam bu qaraydi, ondan bu kamera oltidan chiqdi. Mendan qanday mashg'ulot qilsam bo'ldi. Buni bosib qo'yib hozir meni to'g'rilab bo'lgandan keyin men buni aylantirsam mau kamera olti biz to'g'rilgan holat buzilib ketadi. Shunga mush yerga diqqat qilinglar. Mauni aylantirgan vaqtimizda oldidagi belgini elib o'tamiz, mau oq. Qora kelgandan keyin undan xohlagancha aylantirsak bo'ldi. Ma'ning og'zini tengshab qo'yay. Bo'ldi. Endi men buni bir nusxa ko'paytirib olay. Ya'ni kontrol knopkasini bosib turib, mousening sol knopkasi bilan ostiga tortsanglar bo'ldi. Endi bu ustidagini bunda hammani tanlagandan keyin ya'ni mau tahrirlangan bo'lgan obyektga aylantirib o'tay. Ya'ni men buni birlashtirib o'tmoqchi. Endi yana hammani tanlab mousening o'ng knopkasini chekib bundaq tushsam lenji, dushang, shancho yoki
Düşangden lence düşang şençu. Mana şu bir obyekt qaylandı. Bunu üstüge çıkıp koyay, endi mani yüktep. Biz hazır ma köpeytip vagında mani bassak, mouse'ның sol kınıkçılan qo'shib çeksek, ama qızıl yandı, ondan bu ko'rinmaydi ama yadi. Kamera altıdan chiqtib. Ondan mao men udul ko'rinishdan men nokta altı turay. Nokta altı turup üstüne kesiytime. Hazır bununki biz nimishqa degende ma içimlik bağ qismini chiqarmiz. Mao astidagi botil kısmıldı. Biz mao yani suya içimlikini chiqarmiz. Men mao kuangshan shuanzini tanlab, ma'lum doirani mana üstününki. Bizga ishlamaydigan rayon. Delete kodimkasini besib yuvatdim. Ondan mao shuanzini tanlab, ma ko'p taraflik altı turib, ma'lum rayonni tanlagandan keyin mao shuanzi buningdan shuanzi lenji. Bunu bassak biz tanlagan rayonni bütün dairede tanlab birde mao hazır bundaqa o'ttiri kavak. Biz buning ichini ham tanlamoqchi. Shunga hozirgidek mashg'ulot qilamiz. Endi qanday qilamiz deganda, mouse'ning o'ng knopkasini chekib, filli. Bunu basqandan keyin biz tanlagan rayonni ayrim obyekt qilib chiqarib berdi. Ondan men mao ustidagini yuvatdim. Bizga mana mao ostidagilar qoldi. Endi mao boya yoshirib qo'yganni echib, mao udul ko'rinish altida. Bunu azroq kichiltib qo'yaylik. Qanday kichiltimiz deganda, buni basqandan keyin buning o'tkab mao kichiltisha. Biz mao voy o'qni eliytimiz, bu yani kichiltmaymiz. Endi azroq kichiltay. Bo'ldi. Ko'rib baqaylik. Mana mao yerdan tangshib olsanglarmi bo'ldi. Bo'ldi endi. Bo'ldi. Endi ma perspektivalik ko'rinish qaytib, kamerani to'g'rildim. Mana. Endi qildigan ishimiz bo'lsa, biz buningga chiroq yoqamiz. Masalan, mao chiroq, mouse'ning sol knopkasini besib turib, qilsak nurg'un chiroqlar chiqdi. Biz buningdan birinchisini tanlasak bo'ldi. Bunu tanlagandan keyin ustiga ko'tarib, endi bu chiroqning xosligidan tangshaymiz. Mao yerdan ikkinchisini tanlab, bundaq doir chiqdi ondan. Mana mao birinchisidan mao chiroqni tangshaymiz yana. Mao chuyi guangi bo'ldi. Buni aylantiray 90 gradus. Buni matarafga qo'yay. Ma doirsini sal kichiltay. Bo'ldi. Bo'ldi endi. Endi kontrol knopkasini besib turib, buni ma tarafga birni
Bo'ldi. Endi buning altini yana o'zgartaylik, -90. Bo'ldi. Musholatda bo'lsin. Bo'ldi. Endi yana birini ko'paytib, biz buni kichikroq qilamiz, Ozroq aylantiray. Bo'ldi. Endi kamera olti qaytib ko'rib boqaylik. Mana mavi ikki chetnikini tanlab turib, men sal keyniga. Bo'ldi. Mana endi bizning mavi ichimlikninki qepi bo'ldi. Mavi suv deb qo'yamdik. Suv bo'ldi mavi. Bo'ldi. Endi biz mavi qepininki materialni qanday tengshaymiz, shuni chiqaraylik. Mavi rayon bo'lsa, biz birinchi qism darsligimizda so'zlaganda material boshqarish rayon degan. Bu yerda ikki xil material qurish usuli va birinchi yangidan qurishdan mana Ctrl N shin sayji. Buni bossak bo'ldi va yoki mush rayonga mousening so'l knopkasida qo'shib cheksakmi bo'ldi. Mana bu material sitetininki o'zining materiali mavi. Biz hozir shu suzuk, ya'ni shu tavmingi suzuk holatdagi shu sulyo botilkininki materialini tengshaymiz. Buningda yansi, ya'ni rangi, bu rangi mana elitimiz rangini. Endi ma fanshi, buni elitimiz tanlaydiganimiz bo'lsa tavmingi suzuklik. Buni tanlagandan keyin endi mavi tanlashga kirib, bu ya'ni 1 cheket 33 yoki 333 bo'ldi. Mana shuya mushu suvninki o'lchamlik material tengishga. Endi mavi rangi suvninki rangi. Bo'ldi. Endi mavini mashinaga o'xshash qilib tengshab qo'yay. Mavi yerga 7 qilib tengshay. Qani 15 qilib boqay. Bo'ldi. Mavi suvninki materiali bo'ldi. Endi biz mavi botilkininki materialini chiqaramiz. Ya'ni yangidan bir material qurib, mavi rang, mavi fanshi deganlarni elitib, tavminga belgurimiz. Ondan mavi bunda qarsak, ya'ni sulyo bor mishada. Mavi yoki bo'lmasa mush yerga 1 cheket 575 deb bossaqmi bo'ldi. Bo'ldi. Buningki qog'oyalarga aplashmasakmi bo'ldi. Men mavi botilkini tepib, mana buningga materialni tengishdim. Endi mousening so'l knopkasini bosib turib, bu yerga tashlasak bo'ldi. Endi mouse suvninkini suvga. Bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Shu asıllığa vaqtimizda kompyuterga bo'lgan talab intayin yuqori. Qaraydigan bo'lsak, hozir bu qop-qora bir narsa chiqdi. Biz buni hozir yana davomliq tengshaymiz. Mavi kamera oltidan chiqib, qaraylik.
Buni texim cho'ngaytay. Endi ko'rib baqayli. Muşundaq asılğa vaqtda kompüter bek yuqori seplim talab qildi. Renderninki, asıllashninki kompüter bo'lgan talbi sal yuqori. Bo'ldi, endi bizning qildigan ishimiz bo'lsa, mau yangidan qurish, yana yangidan qurishdan Tencong, ya'ni osmon. Buningdan birini qo'ygandan keyin buningga yana mau materialdan birini qurib, endi mau function elitimiz, yansın elitimiz, endi faganga belgirib, bu yerga biz mau resim ekirimiz, HDR resim hozir ko'ramiz, HDR resimning nimaligini. Mana bundaq resimlar bo'ldi. Mana bu HDR resim deb ataldi. Mana shunday resimlarni birimiz endi. Mau HDRlar sirtdan qatqanimlar shu Cinema 4'ninki uzdimi bor. Buni qanday izlaymiz deganda, masalan, mau Premiere mushlarninki ichida nurg'unlagan material bor. Biz asariq tepish uchun mau izlash qurolini besib HDR deb bassaqlan bo'ldi. Shu Cinema 4'da bor bo'lgan va yoki biz sirtdan qochilgan hamma HDR resimlarni shu yerga chiqarib berdi. Mana va yoki biz mau yan bosgandan keyin kompyuterimizda saqlab qo'yganni kirib qo'ysaqmi bo'ldi. Men shu HDR resimlarninki hammasini sizlarga ta'minlayman. Men mau oldin qatim ishlatganini ishlatay. Yo'q desak bo'ldi. Mau emaskan. Endi buni biz mau Tencong, ya'ni osmonga birimiz. Bergandan keyin endi ko'rib baqayli. Men qaraydigan bo'lsak, bayatin qap-qaraydi. Hozir biz Tencong, ya'ni osmondan birini berib, HDR resim tengshigandan keyin mana tüpten o'zgardi hozir. Biz endi Tencong'a buni tanlagandan keyin hozirroq aylantiramiz. Shu bizningki shu ichimlikninki materialiga qaysi maskasi, qaysi tarafi bundoq aylantirsak bo'ldi. Bu yerda resim o'zgaradi. Buni qanday bilamiz deganda, agar bu yerda HDR resim ko'rinmasa, mau tanlasha, andan keyin so'ng yansi buni ilib bo'ldi. Mana endi mousening sol knopkasini besib tursak, bir muncha tanlash chiqdi. Buningdan birinchisi Chuyushunren. Andan buni asıllaydigan ma'lum rayonni tanlab qo'yib bersak bo'ldi. Bo'ldi. Mana biz mau chiroqlarninki tengshaklarini ozroq tengshayli. Mana mau yorug'ligi kamera oltidan chiqib, men mau sol tarafdagi chiroqninkini sal tevalatay.
75 bo'ldi. Ma üstüninkini 120. Sal yuqorilatdim bo'ldi. Endi ko'rib baqayli. Asılğa vaqtda yanıla məmiş kompüterninki səplimiz qanca yuqori bolsa, şuncha tez asıllaydı. Ma'u asılğa vaqtımızda keyindiki resim görünmüsün desek, bunu qanday tengşeymiz degende. Ma'u tenkin üstüde ma'usninki 10 knopkasını çekip, ma'u sinma tuttu biyauchani munda qısaqım çıqdı ve yoki bunu basqandan keyin ma'u biyauchan. Buningdan xchini bunu tanlagandan keyin ma'u biyauchandan sheshangji kjani bunu ilbetsek görünmeydi bu. Mana endi ma'u egzi yangidan bir material qurib, buningga badim buning rengi oq olsun bo'ldi. O'zinglar xohlagancha tengshsanglar bo'ldi. Ma'u yansi buning rengi. Endi ma'u fanshi buningdan tenja, ya'ni GGX. Ko'rib baqayli. Bu bek paqirab ketdi qarsak. Buningki sing yansi ma'u yerni sal tövaltayli. Andin ma'u suv savduni, ya'ni ma'u süzüklüki bunu azroq yuqoriltay. Qarasak 0 qilib bersa, ama bek süzük hazır. Bunu sal yuqoriroq qilay. Ma'u birinchisi, ya'ni singi ma'u birinchi qavat. Buning mo sal tengshay bo'ldi. Endi ko'rib baqay. Ma'u rengini oq qilayli. Bo'ldi. Endi ma'u tagliki. Hozir tagliki hech qanday material yo'q. Biz endi ma'u tekshlikka material tengshaymiz. Yangidan bir material qurib, buningga rasm ekiramiz. Ma'u yan bassak, rasm ekirdigan yer chiqadi. Biz hozir ma'uni bir ko'rib baqayli. Mana shunday rasmlarni tordan tushirib olsanglar bo'ldi va yoki shu sinmat o'ttininki ma'u materiallar birning ichidami bu baya mishadi. Bu yerga votda biz desanglar nurg'unlari chiqadi bu yerda. Va yoki shu har bir o'zininki shu yo'shilari ma'u o'zining ambiri ma'u. Shunday yerlarda baya mana вот. Mouse'ning sol knopkasida ma'u yerga tasdiqlan bo'ldi. Va yoki biz bu yerga ma'u rasmni kirayli. Bo'ldi. Biz buni taqbamabdiq. Mana qaraydigan bo'lsak, hozir bu bek cho'ng. Bunu basqandan keyin ma'u topchisini, ma'u material topchini basqandan keyin ma'u yerdan lifangtiga yo'tkaymiz.
Hozir qarasak, bumi bo'ldi, lekin bu toza maskamida biz buni aylantiraylik. Mana ikkinchi qurolni ishiltib bakmagan, endi ishiltimiz. Buni bir chekib o'tgandan keyin andin mavni besib o'tamiz. Andin ma aylantirish. Ma pamyanni tanlab buni aylantiramiz. Shift knopkasini bosib aylantiramiz. Bo'ldi. Endi mana shu ikkilisini bosib o'tamiz. Kamera oldi qaytib kelib, endi ko'rib bakay. Mana buni muvofiq tangshayli. Bu bak cho'nglab ketibdi bu. Maviya bo'lmadi. Endi ko'rib bakaylik. Bo'ldi. Yoki bo'lmasa, mana ichimlik qutisini mana ikkisini teng tanlab, sal oldiroq qilay. Bo'ldi. Ko'rib bakaylik endi. Bizga mush ostini lam ko'rsak bo'ldi hozir. Doiralik tanlash bilan bunda tanlab lam ko'raylik. Mana qutini ozroq oldiga qilib qo'yay. Mana ikkisini teng tanlab. Bo'ldi. Men mana ikkisini ko'paytirib olib, bizningki mana maydonga tashlay. Qarasak bu bek kichikkina. Buni cho'ngaytiraylik. Bu ikkisini muvofiq cho'ngaytgandan keyin endi ko'rib bakaylik. Biz mana bu tekislikka ozroq buningki soyasi, ya'ni X tushsini. Biz mana materialni tengshaymiz. Mana tekislikning materialini buningdan tenja JGX. Endi ko'rib bakaylik. Qarasak bu bek kuchli bo'lib ketdi, ko'rinmay qoldi. Buni qanday qilamiz? Birinchisini sal tuvanroq qilamiz 50 ga. Ehtiyoj qilsangiz tengsanglar bo'ldi. Mana bu liangdo. Andin mana susavdo. Mana suzukliknimi? Buni sal yuqoriroq qilsakmi bo'ldi. Endi ko'rib bakay. Bo'ldi. Bek chiqilib etsak bo'lmaydi, yo'q chiqmaydi. Ma'larni bir ko'rib bakaylik hammasini. Biz mana Tianquan'ni osmoni
Mav'ның тәңшіге kirib, bunu azırak тәңшейлі. Mav'u moqwa bunu 5, astını 5 qilib bir тәңшеп көріп baqaylı. Bak süzük çıkıp qalsa, yax çıkmaydı. Bo'ldi mana. Biz endi yana tەңşeydigan yerler var. Tەңşep görəyli. Mav'u asıllaş tەңşikə biz bu yerdə burun bəzi yerlərini sözləmə ötüb ketken endi sözləyimiz. Mav'u şu bu razmeri biz çıqırdıgan resimninki razmeri Mav'u süzüklükə. Mav'u yerlər Photoshop qoxşap ketdi. Mav'u dotunda və yəni köp qatlamlıqı, köp qatlam bilan asıllaş. Bunu hazır sözləyimiz. Avval biz bunun umumi bir chiqish ahvolini bir ko'rib baqayli. Mav'ni bassaq bo'ldi. Bu hozir asıllashga boshladi. Shu asıllashga pishga vaqt ketib qoldi. Sabr qilib saqlab turmiz. Biz hozir Mav'ni asıllab bo'lgandan keyin Mav qutninki Mav resimni, bu resimni qanday akirimiz, qanday chaplaymiz, shuni so'zlaymiz. Avval Mav'ni asıllab chiqarib ko'rib olaylik. Bo'ldi mana biz buni hozir musholatni texmi yaxshi chiqsin desak qanday tengshaymiz deganda Mav'u birinchi chönran şöjiyeni asıllaş tengshiklaşgandan keyin Mav'u shavgu bu shavgudan Xuanjing Shishuva buni qatimiz. Bu yerdan qarasak Chunju Guangzhou buni tanlaymiz. Ondan Mav'u shönranchiya bu yerda biz qaysi shönranchini ishlatsak shuni tanlaymiz. Men Mav'u hamda ikkinchisi Woli shönranchi. Bu Situttininki o'zininki ichida chiqadigan shönranchi. Buni bosgandan keyin men Mav'u yani mana musholat turaverdi. Mana ikkinchisini Mav'u nima desanglar Di Jungav Zidong bular yuqori mundaq yuqori suzuklikdagi o'tira yuqori mundaq masalan men gav qilib qo'ysam masalan moddiy holatda tuvan holatda yarim soat tirindirilsa gav holatda 1,5 soat tirindiriladi. Buni qancha yuqori qilsanglar shuncha suzuk chiqadi. Lekin rindirimish ya'ni asıllashninki vaqti sal eshib ketadi. Biz shu jo'nga musholat tengsak bo'ldi. Endi Mav'u Chunju Guangzhou buni shu o'rniga olib saqlasak bo'ldi. Mav'u yaraga haplashmasak bo'ldi. Buningga bek yuqori tengshib etsak masalan QMC mana Mav'u holat eng yaxshi holati, lekin hasilga vaqtda bek ko'p vaqt ketib qoldi.
Mavya müşüzden yaltı tosu buldu. Andın mavi sözleydiğen bir iş, yani mavi doğutunda ve köp katlamlık çıkarımız. Bu nime degende? Hmm. Mana mavi köp katlam. Bununki her bir sayı, eksi hemmisini ayrımtallığı oldu. Biz meşaletini çıkarımız. Mavi doğutunda ve buningdan doğutunda şunran köp katlamlık asıllaş. Bunu çekkenden keyin Zangja tuşang tusanga bu birincisini çekivesteklen buldu ve yoki ehtiyojimizga asosan mush yerdan tanlab bersak bo'ldi. Bu yerdan tanlash sal murakkab, shunga biz mush birinchisini çekivesteklen bo'ldi. Buningdan biz ishlatmaydigani chiqarib bitimiz dachi buni delete besib o'chirivesteklen bo'ldi. Bo'ldi. Endi bovsini saqlash. Biz bu yerga rasmni saqlaydigan o'rinni ko'rsatib beramiz. İsim yazdık. Bo'ldi. Endi ma altini PST tangşay. Mana Mao kanalı buni 8 qisaqim bo'ldi. 16 odatda biz shu 8 kanallik ishlasak bo'laverdi. Mao alfa tunda bu buni tanlaymiz. Andan Mao dotunda to'shan ko'p qatlamoq suratda buni saqlaydigan o'rinni ko'rsatib beramiz. Buningki Mao 16 to'si bo'ldi. Buni mo PST shaklda. Bu yani shundaq to'g'rilab bo'lgandan keyin biz ma razmerini tangshaymiz. Hozir ma darslik bo'lganlik uchun men buni kichikroq qilib qo'yay. Xato bo'lib qopti. Bo'ldi. Men endi ma'vo hosillashni bosay. Mana hozir hosillashni boshladi. Qaraydigan bo'lsak, mana bu intayin asta biz buni yuqori darajada tangishdik. Shunga buningga 1 soat va yoki 2 soat vaqt ketishi mumkin. Buni qanday qilamiz deganda, men buni to'xtatib, yana hosillash tangishkidan biyovjini normalga tangishib, chönji guangjaga bu turaversin. Endi qaytib basay. Qaraydigan bo'lsak, bu yana intayin asta. Buni yana qanday qilamiz deganda, agar kompyuterlarning saplamasi yaxshi bo'lib qolsa, musholat chiqarsanglar bo'ldi. Sal to'g'ri bo'lib qolsa, ma chönji guangjani meni D qilib tangshaymiz. Mana hozir sal tezlashdi va bayotanqidan ko'p tezlashdi. Shu asillashninki bundaq surti bo'libmi bizningki tangishgan materiali, ya'ni boli sayji, ya'ni shu Taoming Suzuka aletik materiallar shu asillashda eng qiyinroq chiqadigan vaqt ko'proq ketadigan bir material shu. Suzuka aletik materiallarga vaqt ko'proq ketib qoldi.
Men mushu vaqtni tejash uchun razmerni texnik kichik qilib chiqaray. Sizlar mushu holatda chiqaraversanglar bo'ldi. Buni to'xtatib etib, men bu razmerni kichiltay. Bu kameraning orliqini cho'ngroq qilay. Malet tilam chiqaray meni. Hozir vaqt tejimsak, darslikninki sig'amay bak eshib ketadigan. Mava asıllıqca azraq mushu asıllash to'g'risida paranqilay. Hem de asıllash deganimizning o'zi mushu fransuzcha shonran, inglizcha render. Biz odatda mushu render deb ham ataymiz. Bizning hozir ishlatganimiz bo'lsa mushu Cinema 4'ninki o'zininki asıllash qistirmasi. Bizning qaraydigan bo'lsak, mada Corona, ya'ni Octane, Redshift bular bo'lsa, biz sirtdan qachilgan yuqori darajadagi asıllash qistirmalari. Buni biz keyingi soatlik darsliklarimizda so'zlaymiz. Mouse sınga bu yoqqa qavat qarasak, mana biz bayatdan ko'p qavatlik, ya'ni ko'p qatlamliq chiqargan. Hozir shuni qilyapmiz. Mana az qoldi bumi. Mana bu chiqib oldi. Biz endi Photoshopni qo'zitib bayatdan qasilgan rasmni kirib olay. Bu rasm shu. Mao kanalga kirsak, alfa, yani alfa kanal var. Buni kontrol konuktini besib turib, yani tanlagandan keyin, mesela maya tanlanib oldi. Bu yani shift konuktini besib turib, buning tanlashni ma'lum qilib o'tamiz. Bo'ldi. Endi qavatdan ma'qullikni o'chirib, kontrol shift ayni besib ta'tir tanlab, qariyani o'chirib o'tamiz. Endi biz xohlagancha rasmga kirsak bo'ldi. Men manzara rasmdan birini kiray.
O'zinglarmish xalq resimdan bir nekkasanglar bo'ldi. Men mushuni kiraveray. Kirgandan keyin buni ostiga, men buni ozroq ustigiroq mundaq chiqarib qo'yay. Mayaga ilan so'zlari degandeklar yozildi. Ma resimni qayta kiray. Avval men mani tangshi olay. O'zim ehtiyojliq parametrda buni tangshi olib, endi kiray resimni. Bo'ldi. Bo'ldi endi. Endi ozroq tangshaymiz. Biz bu ranglarni ozroq tangshaymiz. Yo'riqlik, qorong'ulik deganlarni tangshaymiz. Endi bu resimni shu o'zinglarning ehtiyojiga asosan Photoshopga kirib olgandan keyin qanday tangshig'inglar kelsa, shunda tangshsanglar bo'ldi. Mana bu yerga qanday xat yozganlar kelsa, shuni yozsanglar bo'ldi. Bo'ldi mana. Qolgan yerlarni, masalan, yo'riqlik, qorong'uliklarni o'zinglarning kirgan resmining ehtiyojiga asosan tangshib olsanglar bo'ldi. Biz endi bu resimni qanday chaplaymiz, shuni ko'rsatamiz. Buni ranglarini o'zgartirishlar. Bu yerdan mana qaynoqlashtirish, suslashtirish degandek shu oxirgi kirishtirish ishlarini yaxshi qilsanglar, unum tegim yaxshi chiqadi. Bo'ldi. Biz endi bu rasm chaplashni ko'raylik. Men mavuningdan birini ko'chirib, yangidan bir maydonga chiqib chaplay. Buning mavi ranglarini o'chirib, buni o'chirib etdim.
Masalan, hozir biz ma'voyaga rasm chaplash uchun shu doirani tanlaymiz boshda. Avval men buni bir obyektga aylantirib o'tay. Lenje deyishangchancho. Bu bir obyektga aylangandan keyin men shu rasm chaplaydigan o'rinni tanlab, mana mousening o'ng knopkasini chekib, filliya bir nusxa chiqarib oldim. Shu. Buni chiqarib olgandan keyin ozroq cho'ngaytirib o'tamiz. Kichikgina bo'ldi. Va yoki buni cho'ngaytmasaqmi bo'ldi. Buni yuvib mav rayonini tanlab bo'lgandan keyin bundaq holatda mav shvanzidan mana mav shoji shanji buni besib o'tsakmi bo'ldi. Mana mav yerga bir belgi ko'rinadi. Endi bu belgini qanday ishlatamiz deganda, men avval rasmga kiray. Yangidan material qurib, mav rangiga men mav bu mutazmas kelmaydi ekan. Mav demni kirib qo'yay. Endi buni mav botilkaga berdimmi? Qaraydigan bo'lsak, bu butun qismiga berilib ketdi. Biz endi bayatdan mavni chiqarib olgan. Mav materialni bir chekkandan keyin mavaga mav uch bilongni mousening sol knopkasini bosib turib, ostiga tashlaymiz. Tashlasak biz shu tanlab olgan rayon qilam tushadi. Andan bu yumaloq bo'lgandan keyin buning altini mav ikkinchisiga tengshaymiz. Mana. Andan mavni elib o'tamiz. Buni elib o'tsakmi bo'ldi, elib o'tmasakmi bo'ldi. Buni qanday tengshsak ham bo'ldi. Buni elib o'tsak osonroq bo'ldi. Andan mavni mousening o'ng knopkasini chekib, mav maskilga obyektni bir bosib o'tsak bo'ldi. Mana holatda bo'ldi. Endi mav bizningki UV tengshikimiz. Buni bosgandan keyin mavni bosib qo'yib, buni ozroq kichikiltay. Mana buni xohlagancha tengshib olsanglar bo'ldi. Mana cho'ngaytib, kichikiltib, mana maskaga holatda o'zinglar tengshib olsanglar bo'ldi. Mana bugun so'zlaydigan darsligimiz mana shu yerga yaqinlashdi. Keyin qatimliq darsimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.